Ya, kel o'g'lim, kakras o'rtog'ing keluvdi. Yaxshi-ku dada. Singlingga sovchilikka kelibdi. Voy iflos, qaysi yuz bilan kelding? Men seni qanaqaliging bilaman-ku. Men ham seni bilaman. Xohlasang dadangga aytaman. Menga qolsa bir tomondan singlingni g'ir beganaga bergandan ko'ra o'zingni o'rtog'ingga berganimiz ham yaxshi. Ishonchli. Nima deysan? Endi dada yoshingiz katta, kim qanaqaligini yuziga qarab bilib olasiz, to'g'rimi? Ha? Ha, o'rtog'ing zo'r bola. Ha, endi o'g'lim odat shunaqada bitta savollar bersam maylimi? Mayli, dadajon. Dadajon? Dadajon? Sen o'g'lim bo'lib turib biron marta dadajon demagansan, iflos. Tur jo'ra. Sen o'zingning dadangni ham hech qachon dadajon demagansan-ku, mol. Dadajon choy ichamiz? Eng asosiy savol. Ichasizmi? Erkakmiz, ichaman. Nima? Ha? Qasam ichaman. Qizingizni bir umrga baxtli qilishga. Baraka toping bola. Keling sizni bir bag'rimga bosib qo'ying. Bolam. Sigaretmi? Ha, hokkes. 100% seni sigareting bu. Topolmasinlar deb o'rtog'ingga berib qo'ygansan, ha? Bor yo'qol. Mana shu o'rtog'ingizni bir urishib qo'ysangiz bo'lar ekanda, men hech tarbiya qila olmayapman. Mayli dadajon, o'zim urishib yo'lga solib qo'yaman. Qaynakamni. Endi o'g'lim bo'ladigan ishi bo'lgani yaxshi-da, to'g'rimi? Cho'zin nima qiling? Qani bo'lmasa, To'xtang dada. Shoshilib nima qilamiz? Singlim o'zidan ham bir oz so'raylik. Singlim aqlli, yaxshilab o'ylab ko'rib, keyin qaror qabul qiladi, to'g'rimi? Ha, dadam nima desalar shu, meni qarshiligim yo'q. Iborunga kelin boshqa Ibo bilan kelibdi.